oltin to'p bu mavsum hech kimga berish kerak emas. Nimaga? Chunki butun yil davomida masalan Messi Inter Miami'da o'ynadi. Unaqa katta yutuqlarga erishgani yo'q. Mbappe sal klub miqyosida muvaffaqiyatsiz mavsum o'tkazdi. Mbappe endi to'purarlik qildi. Chempionlar Ligasi to'purari, La Liga to'purari, Jahon chempionati to'purari. Titul yutmadi-da. Hech qayerda titul yutmadi. Messi titul yutmadi. Inter Miami unaqa, ya'ni MLS unaqa kuchli emas, lekin jahon chempionatini yondirdi. Rodri yana ko'chaga yarim mavsum uncha yaxshi o'ynamadi, jahon chempionatining qahramoniga aylandi. Kim bormi? Undan ko'ra hech kimga bermaydi. Unaqa mavsumlarda bitta futbolchi yaqqol yo'q, hech bo'lmasa ikkita o'yinchi bir-biri bilan raqobat talashmagan mavsumlarda berish kerak emas. Mana yaqingacha jahon chempionatigacha bo'l Dembele oladi deydi. Qani Dembele? Misol uchun ovoz berishim kerak bo'lsa, Yamalga berardim. Sababi umumiy stabil o'zini darajasini ko'rsatgan, hatto tizimli futbolda ham shunga kirib, o'zini bosib, shu futbolda yutuq bilan chiqib ketganligi uchun Yamal, sababi uni jamoasi o'ynayotgan paytda uni harakatlari bilan Mbappeni, Ronaldoni, Messini chiqarib yubordi.